Kabiler izledin, çaknıgan izzet nuri, bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tülhuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen at seni, Hemze Halit Musab'tek, şir yürek oğlanları. Usama ibn Zeyd. Biz Usama haqidagi bayonimizni hijratdan 7 yil ilgirki Makkada azob chekayotgan Payg'ambar alayhissalom va uning sahobalarining hayotidan boshlaymiz. Payg'ambar alayhissalomning hayoti g'am andishlik kayfiyat bilan musibat va diniy tashviqot qilishning mas'uliyati kiralishib ketgan murakkab hayot edi. Mushkillarda Payg'ambar alayhissalomga Ummu Ayman bir o'g'il tug'di degan bir xush xabar yetkazildi. Bu xabardan u nihoyat suyundi. Undaqda bu ulug' zotni xush qilgan bu bola zoti kim? Bu baxtli bola Zeydning o'g'li Usama edi. Sahobalar bu buvoqning dadisining Payg'ambar alayhissalomning nazaridagi martabasini bilgachga, uning bu buvoq uchun bunchalik xush bo'lganligiga hayron qolmadi. Bu bolaning onasi Ummu Ayman, Barkatul Habashiya deb atalgan ayol edi. U Payg'ambar alayhissalomning onasi Aminaning xizmatkori bo'lib, Amina hayot vaqtida Payg'ambar alayhissalomni boqqan. Amina vafot bo'lgandan keyinmi uningga ega bo'lib tarbiyalagan edi. Payg'ambar alayhissalom ahliga kelganda o'zi uchun Ummu Aymandan boshqa bir onasining borligini bilmaydi. U Ummu Aymanni nihoyat bak yaxshi ko'radi va Ummu Ayman mening onamdan keyingi onam, oilamdan man qolgan birdan-bir odamim deydi. Demak, bu bolaning onasi Ummu Ayman Payg'ambar alayhissalomning yaxshi ko'radigan odami bo'lganiga o'xshash, dadisi Zeydmo Payg'ambar alayhissalomning uningga payg'ambarlik kelishdan burun beqib olgan bolasi. Uning sirlarini saqlovchi do'sti, oilasining bir a'zosi. Islomdan keyinmi kishilarning ichida Payg'ambar alayhissalom uchun eng suyumli edi. Usamaning tug'ilishi musulmonlarni xush qildi. Allohning elchisini xush qilgan narsa ularni nima uchun xush qilmasin? Ular bu bolaga Payg'ambar alayhissalomning do'sti va do'stining bolasi deb nom berdi. Musulmonlar Usamaga bu nomlarni qo'yishda oshirib etmagan edi. Payg'ambar alayhissalom Usamani butun dunyo qizg'ong'udek darajada yaxshi ko'radi. Usama Payg'ambar alayhissalomning navirsi Hasan bilan yosh jihatda farqlanmaydi. Hasan oq, nurliq, chiroyli bo'lib, xuddi Payg'ambar alayhissalomga o'xshaydi. Usama bo'lsa, o'ngi qora, burni panoq bo'lib, Habasistonlik onasiga o'xshaydi. Lekin Payg'ambar alayhissalom yaxshi ko'rishda bu ikkisining orliqini ayirmaydi. Hasanni bir yutisiga, Usamani yana bir yutisiga o'ltirg'izib, "Ey Alloh, men bularni yaxshi ko'rman. Sen mi yaxshi ko'rsang?" deydi. Payg'ambar alayhissalomning Usamaga bo'lgan yaxshi ko'rishi shu darajaga berib yetganki, bir qatim Usama ishining bu so'g'isiga yiqilib, chekisi yerilib qon yiqib qoldi. Payg'ambar alayhissalom Oyshaga qonni surtib o'tishga ishorat qildi. Oyshaning royi bormaydi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom o'rnidan turib, nihoyat tatliq so'zlar bilan Usamani erkiltib, jarohat eg'izini surtib, qonlarini tozalaydi. Payg'ambar alayhissalom Usamani kichikda yaxshi ko'rgandek, cho'ng bo'lgandimi yaxshi ko'rdi. Makka mutavvallardan biri bo'lgan Hakim ibn Hizam Yamandan 50 dinarga setib olgan Ziyaran diyarining podshohlarining qimmat pulliq to'nidan birini Payg'ambar alayhissalomga sovg'a qildi. Hakim tehi mushriklik holida bo'lg'achqa, Payg'ambar alayhissalom bu sovg'ani qabul qilg'ilolmay, uni pul berib setib oldi. Ondan bu tonni juma kunlikda bir qatim kiyamayla Usamaga berib etdi. Usama bu tonni muhojir va ansarlardan bo'lgan tangtushlar orasida atis oqshomlari kiyib yuradi. Usamaning o'sib yetilishiga ergishib, uningda Payg'ambar alayhissalomning yaxshi ko'rishiga loyiq go'zal xuluq, esil axloqlar namoyanda bo'lishga boshladi. U nihoyat zerak, qaysar, tadbirlik, diyonatlik, chiqishqoq, taqvo va parhezkor edi. Uhud urushida Usama bir muncha sahobalarning bolalari bilan birga Alloh yo'lidagi jihodga qatnashish uchun keldi. Payg'ambar alayhissalom ulardan ba'zilarini qabul qilib, ba'zilarini bek kichik deb qaytarib etdi. Qaytarib etganlarning orasida Usama bor edi. Lekin u jihodga qatnasha olmaganligiga hasratlanib, yosh to'kkan holda qaytgan edi. Xandak urushi bo'lgan chog'da u yana sahobalarning bolalaridan bir qanchasi bilan birga keldi.
U Payg'ambar alayhissalomning o'zini qabul qilib qilish uchun o'zini amal bor egiz ko'rsatishga tirishadi. Payg'ambar alayhissalomning uningga rahimi kelib, uni qabul qildi. Bu chaqda u amdila 15 yoshda edi. Demak, u 15 yoshida Alloh yo'lida jihad qilib qilish ko'tardi. Hunayn jangida musulmonlar chekingan vaqtda Usama Payg'ambar alayhissalomning tog'asi Abbas, tog'asining o'g'li Abu Sufyan ibn Haris va boshqa bir qancha hurmatli sahobalar bilan birga jang maydonida mustahkam turdi. Payg'ambar alayhissalom bu ozg'ini botir musulmonlar guruhi bilan sahobalarning mag'lubiyatini g'albaga o'zgartishga va qochgan musulmonlarni mushriklarning azobidan qo'g'dab qilishga qodir bo'ldi. Muta urushida Usama dadisi Zeydning bayroqi ostida jang qildi. Bu chaqda uning yoshi 18 ga yetmagan edi. U dadisining o'limini o'z ko'zi bilan ko'rdi, lekin irodasi ojizlab tavrab qolmadi. Balki Ja'far ibn Abu Talibning bayroqi ostida jang qildi. Umi uning ko'z oldida yiqildi. Ondan keyin Abdullah ibn Ravahaning bayroqi ostida jang qildi. Umi Shkamraga qo'shildi. Undan keyin Xolidning bayroqi ostida jang qildi. Oxiri Xolid kichik qo'shinni Rumliklarning jangaldan qutuldirib, elib chiqib ketdi. Usama dadisini Allohning huzurida deb bilib, uning pak jasadini Sham chegarasida qoldirib, dadisi shahid qilingan otga minib Madinaga qaytib keldi. Hijriyaning 11-yili Payg'ambar alayhissalom Rumliklarga qarshi qo'shin tayyorlashga buyurib, Usamani qo'mondon qildi. Bu qo'shinda Abu Bakr, Umar, Said ibn Abu Waqqas, Abu Ubayda ibn Jarroh va ulardan boshqa peshqadam sahobalar bor edi. Bu chaqda Usama 20 yoshdan oshmagan edi. Payg'ambar alayhissalom uni qo'shinni Rum diyoridagi G'azzaga yaqin joydagi Balqoyi chegarasiga va Darum qal'asiga tushirishga buyurdi. Qo'shin mingishga boshlaganda Payg'ambar alayhissalom kasal bo'lib qoldi. Qo'shin Payg'ambar alayhissalomning kasalining yaxshilanishini kutib, mingishdan to'xtadi. Bu vaqtda Usama mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalomning kasali og'irlashganda men uning qishiga kirdim. Boshqalarmi kirdi. Men uning kasalining qattiqlik sababli so'zdan qolganligini his qildim. U qo'lini osmonga ko'tarib, ondan mening ustimga tushirdi. Men uning menga duo qilayotganligini bildim. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lib ketgandan keyin Abu Bakrga bayat qilish ishimi tamom bo'lib, ordan uzoq o'tmay Abu Bakr Usamani mangdirishini ijro qilishga buyruq berdi. Lekin bir bo'lik ansarlar qo'shinni kechiktirishni o'ylab, bu to'g'risida Umardan xalifaga gap qilishni o'tindi va agar xalifa unumsa, bizga yosh jihatda Usamadan cho'ngroq birisini qo'mondon qilib bersin degan dedi. Xalifa Umardan ansarlarning so'zini anglabla o'rnidan chachrab turib ketdi va Umarning soqolidan tutib ochiqlanib, "Onang seni topolmay yig'lab qolsin" dedi. Usamani Payg'ambar alayhissalom uni qo'ygan o'rnidan elib o'tishga undamsan, bu hargiz mumkin bo'lmaydi dedi. Umar kishilarning yana qaytib chiqqanda kishilar qandoq bo'lganligini so'radi. Umar: "Minglar, onanglar yig'lab qolsin. Men sizlarni deb Payg'ambar alayhissalomning xalifasining g'azabiga uchirdim" dedi. Qo'shin yosh qo'mondonning rahbarligida yo'lga chiqdi. Uni xalifa Abu Bakr piyoda minib uzitib qo'ydi. Usama uloqliq edi. U xalifaga: "Allohning nomi bilan o'tinib qolay. Ulug'imga mingin. Men piyoda mangay" dedi. "Allohning nomi bilan o'tinman. Senmi tushma, men minmay. Mening putlarim Alloh yo'lida bir oz chang to'zan bo'lsa, nim bo'pti" dedi xalifa. Ondan Usamaga: "Men sening dining, yuking va xizmatingning xotimasini Allohga topshirdim. Men sening Payg'ambar alayhissalom topshirgan ishni ijro qilib, tamomlashingni tavsiya qilman" dedi va shundoq bir talabni qo'shib qo'ydi: "Agar Umar bilan birga menga yordam berishni xohlasanglar, uning men bilan birga qilishiga ruxsat qilgan." Usama Umarning qilishiga ruxsat qildi. Qo'shin yo'lga chiqdi. Payg'ambar alayhissalomning barliq buyruqlarini ijro qildi. Qo'shinni Falastindagi Balqoyi chegarasi va Darum qal'asiga tushirdi. Usama musulmonlarning qalbidan Rumliklarning ayvisini ilib tashlab, ularga oldi bilan Sham diyori, Misr va butun Afrikani Qor dengiziga qadar ishg'ol qilish yo'lini ochib berdi. Usama dadisi shahid qilingan itining ustiga minib, son-sanoqsiz g'animat bilan qaytdi. Hatto
Usamaning qo'shindek saq qaytgan va ko'p g'animat olgan qo'shin yo'q deb ta'riflangan edi. Usama butun hayotida musulmonlarning ulug'lash, yaxshi ko'rish obyekti bo'lib yashadi. Xalifa Umar Usamaga o'z o'g'li Abdullohdan bakrak nasiba berdi. Abdullah dadisi Umarga: "Ey dada, sen Usamaga 4 mingni, menga 3 mingni berding. Uning dadisining seningdan ancha ko'p ortiqchiligi yo'q edi. Uning meningdan ko'p ortiqchiligi yo'q" degan edi. Umar: "Bak yiroqlab ketding. Uning dadisi Payg'ambar alayhisalomga sening dadangdan suyimlik edi. Umo Payg'ambar alayhisalomga sendan bak suyimlik. Men Payg'ambar alayhisalomning yaxshi ko'rganini o'zimning yaxshi ko'rishidan ustun qo'ydim" degan edi. Shuning bilan Abdullah o'ziga berilgan nasibasiga rozi bo'ldi. Xalifa Umar Usamani uchrasa, "Rahbarimizni qarshi olman" deydi. Agar buningdan ajablangan odamni ko'rsa, Payg'ambar alayhisalom uni menga qo'mondon qilgan. Shunga uni rahbarim deyman deydi. Alloh bu ruhlarga rahmat qilsinki, tarix Payg'ambar alayhisalomning sahobalaridan katta, ulug', oliyjanob, mukammal kishilarni ko'rib baxmidi. Payg'ambarligini Alloh uchun faqat Rabbning rizasi dilligi armonlari. Ketti Umar Usmon nahli qo'g'dab tek turib, Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari.